Yuring, kiyimingizni almashtirib chiqing, ko'chada ujin qilib kelamiz. Ko'chada? Yo, bilasanmi, restoraningni puliga men necha kun qozon olsam, uyda yeymiz, o'tir. Yuring, qancha bu ko'chaga chiqib kofe ichib kelamiz. Kofe? Undan ko'ra shu kofeni pulini menga bergin, magazindan trivodni olib chiqaman, mazza qilib bitta o'tirib ichamiz. Mani yig'ib qo'ygan pulim qayerda edi? Nima qilasan, ne so'rayapsan? Yo'q, prosta endi orzu qilyapman deb, balki yig'ilib qolgan bo'lsa, mashina olarmanmi deb. Voy, o'zim arzimanda bolam, sen yengiluni eshitmadingmi? Qanaqa yengili? Voy, sen hali 12 tutib olishingdan xabaring yo'qmi? Shunda Uzum bank ilovasini yuklab olasan. Bo'ldi, olam Guliston. Yo'q, shunaqa osonmi, oyi? Mana shunaqa onazoring eshitsang, kam bo'lmaysan, ko'rding? Bo'ldimda, men ham qatnashaman, 10xli bo'lamiz. Ha, yuring endi mashina yengillikni nishonlab, bitta ko'chada shiqilib kelamiz. Men shuncha gapni devorga gapirdimmi? Qanaqa shirollo? Undan ko'ra shu pulni menga bergin, men medoviy qilib beraman senga. Bir hafta mazza qilib yeymiz.